bitta latta chorrahada ma'shuqasining qarshisida tiz cho'kib turmushga chiqish taklif etmoqda. Layk uchun. Erining tug'ilgan kuniga sovg'a ikkinchi xotin. Lekin keyinchalik ma'lum bo'ldiki, layk uchun. Otaning tug'ilgan kuniga otajonimga deb yozilgan avtomashinani ko'pchilik guvohligida, xonandalar jo'rligida topshirilishi layk uchun. Onaning tug'ilgan kunida onaning yuziga tort bilan urish layk uchun. Avtohalokat sodir bo'lgan. Voqea joyida yordamchidan tasvirchi ko'p layk uchun. Sen bir kambag'alga yordam qilmagan ekanda, videoni hamma platformaga joylabsan layk uchun. Ish qilib ehsoning dargohida qabul bo'lsin. Ey, TikToker, bitta qoshing qani? Senga achinmayman, chunki arzimaysan. Lekin senga muxlislik qilib layk bosayotgan qo'ylarga achinaman. Ey, megajin, kiyiming qani? Senga gapirish befoyda. Murojaatim seni otang, akang, ukang, ering va o'g'lingga. Janoblar, yalang'ochingizning layklari millionga yetdi. G'ururingiz o'zini fohishadek his qilmayaptimi? Ushbu videoga layk bosmasdan, boshqalarga yubormasdan, ko'zingni loq qilib tomosha qilib o'tirishing g'alati emasmi?